Bir insan yaratılış gayesini, bu dünyada güzel yaşaş, huzur eliş, lezzet eliş deb şunda düşünüp olgan vaqtida baya degandek huzur elishga tegishli bo'lgan iqtisodni eng cho'ng bo'ladi. Pulni, mal dunyoni xushalliqning manbasi qilib olgan. Hayotidagi birinchi o'ringa qo'yib olganlar baxtsiz bo'ladi deydi Payg'ambarimiz Muhammad alayhis. Cemiyetimiz nəhayət mürəkkəb, imtihanımız nəhayət ağır. Şunun üçün biz hazır qanda dünyada yaşayatımız, imtihan dünyasında yaşayatımız. Lakin bu imtihan dünyasındaki sualları iniq, hatta cevabı iniq, küçüleşki buludu. Şunun üçün biz özümüzde imtihan içinde deydikenimiz, biz yaşlarınki imtihanı qaysı? Ola bilen bir-birlep tanışıp çıkışımız gerek. Onda bu vaqtda bexud ödep ketimiz. Bizdeki okumakçı oğunumuz yaşlarının imtihanlarından bugünkü biz özümüz his qilib yoki his qilmagan asasda duch kelayotgan hedonizmlik. Hedonizm degan nima desanglar? Asli hedon degan Yunoncha bir so'z. Ya'ni xushalliq, lazzat degan ma'noda. Hedonizmlik bo'lsa, bu bir Yunon falsafasi milodidan ilgariki 270 bilan 300 oraliqda yashagan Epikor degan bir kishi tarafidan o'tirib qilgan bir hayot falsafasi. Ya'ni hayotdagi vazifamiz faqat hayotlikdan lazzat izlash, huzur izlash, undan boshqa vazifamiz yo'q deydigan hayot falsafasi. Bu xeyli hukm surgan ayni davrda. Shundaqla buning keyinda bir muddat insoniyat uning zini tatib bo'lgandan keyin yo'qolib ketib, yana bir muddat bosh ko'tarib, shundaq davrlar ichida yo'qolib ketsa-mu yana bosh ko'tarib chiqqan bir hayot falsafasi. Bu hayat felsefesi bugün günümüzde özümüz his qilib yoki his qilmay g'arb dunyosiga umumyuzli qaplaqliq musulmonlar jamiyatini acayip cho'nqur darajada qaplavatıdı. Yani biz yaratılış sebebimiz Allah'a ibadet qilish, musulmoncha yashash, boshqalarga yordam berish, buyuk g'oyalar uchun qurbon berish degan bu gaplarni qilsaqmi, lekin bizning yashash ritmimiz, hayotimiz faqat mushu dunyoda huzur izlash, lazzat izlash, ko'nglimiz nima ta'sir shuni qilish, xushallik izlash mush taraf qarab ketib boradi. Amaliyotda bu hedonizmlar. Biz qarab baqadigan bo'lsak, biz yashayotgan bu Turkiya jamiyatida bunun təşviqatları nəhayət köp. Məsələn, sizlərə bir oxutucunun oxuculara çöndirgən videosunu qırıb bərsəm. Yarınsız bir dünyada bugünün tadını çıkarın. Bakın çocuklar, dünyaya bir kere gelinir. Gülün, eğlenin, zevklerle ve eğlencelerle yaşayın. Hayatın lezzetlerini kısıtlayacak görüşlerden de uzak durun. Helal, haram, ölüm gibi zevkleri kısıtlayan ve hayatı acılaştıran söylemlerle aklınızı meşgul etmeyin. Siz bir kelebek gibi hür ve kayıtsız olmalısınız. Ne deydi o? Ey yaşlar, hayatga bir qitim kelseler, xalığancha yaşanglar, erkin yaşanglar, zevqni tetinglar, hayatning ta'mini tetinglar, sizlar hür deydi. Amaliyotda bu odamning chaqirayotgan ana shu hedonizmlar. İnsan bir narsaning kendidan mengishga, bir narsaga qul bo'lishga majburiy holatda yaratilgan. Masalan, hozir ma o'qituvchi o'quvchilarga nima dedi? Sizlar hür, erkin yaşanglar, qilinglardagi halol harom bu tuyg'ularni chiqaringlar dedi. Unda bo'lsa nimaning kendidan menglar demakchi? Havoy havasinglarning kendidan menglar demakchi. Ya'ni ko'ngillar nima ta'sirsa, shuni qilib yashanglar demakchi. Hür bulaldım bu insan. Hürlanmadı. Belki özünün havai havasına kul buldu. Allah'ın çekilmelerini kendi gelgen bolsa özünün havai havasına kul buldu. Bu xil təşviqat, bu xil düşünceler bizning hozirgi cemiyetimizde intayin keng. Yaşlıq bir qitim keladi. Özgürce yaşa. Erkin yaşa. Bu xil təşviqat tüpeyli yaşlarning xiyalida nima desa, faqat huzur izlash, lazzat izlash, ko'ngilni nima ta'sir shuni qilish, bu xil ideya hammamizda o'zimizda tuymay hukm surayotadi. Bu bizni nega kelib boradi desanglar, o'xshashdagi bolalar olsun hammasini qilasqa iqtisod pul kirvelig'liq. O'qishni xo'shaqmaydi hozir ba'zan bolalar shunda pul tapsa pul tep. Amaliyotda u bolalarning pul tepishga turtki bo'lgani turmushining ehtiyojimi? Yo'q. O'smir bolalar uy ijozasi to'lamaydi, xotin bola vaqti yo'q. Lekin bu kichik o'qishaydigan bolalarning umumyuzlik shaklda hisob topsam bo'ladi deganligi nima? Qilg'un boshini qilsam bo'ladi, ko'nglim ta'sirini ish qilsam bo'ladi. Eng aqallisi bir kichik bo'lsin, masalan, shu dadamning qo'lidagi iPhone 13 dan birini olsam bo'ladi. Aynakning oldida turib rasm qo'yishsam bo'ladi, Instagramga chiqarsam bo'ladi. Ko'nglim nima ta'sir shuni qilsam bo'ladi degan bu xil tashviqning keyindan mengashning boshqa narsa emas. Hargizmi iqtisodiy qiyinchilik tufayli emas. Bu umumyuzlik yoshlardagi iqtisodni cho'ng bo'lib ketish, dunyoni cho'ng bo'lib ketishning sababi mana shu o'zimizning oramizda taqiliyotgan hedonizmlar. Amaliyotda bu biz nega kelib boradi degan vaqtimizda bir inson yaratilish g'oyasini, shu dunyoda go'zal yashash, huzur elish, lazzat elish deb shunday tushunib olgan vaqtida baya degandek huzur elishga tegishli bo'lgan iqtisodni eng cho'ng bo'ladi. Iqtisodni eng cho'ng bilgan vaqtida u inson iqtisodning oldida vijdon, axloq hamma narsani qarab qo'yadi. Hedonizmningki prinsiplarining ikkisi, masalan, cho'ng prinsip Allohdan qo'rqma deydi, ilohdan qo'rqma deydi ular. Xohlagancha yashamaysa deydi, o'limdan qo'rqma deydi. Masalan, bu Squid Game deydi. Bu film bak yuqori texnikada ishlanmaganlik, oddiy shaklda ishlanganlik, 12 qism ishlanganlik, ammo bu film taqiqlangandan keyin rekord yaratdi, ko'rilish nisbatan. Nima uchun rekord yaratdi desa, bu aloqa hedonizmning keyindan mangandan keyin insoniyatni hedonizm nega ibbardiganligini yechib bergan bir film. Masalan, qanday desanglar, bu filmda ma'lum bir baylar, dunyoda iqtisodning eng yuqori chekiga yetgan baylar, qilg'isi va ishning hammani qilib baqib, isil o'ynali olib baqib, tikchorlarda o'ltirib baqib, yana huzur, lazzat alamay, pulga eng ehtiyojli pul qilgan kishilarni chivin o'ltirgandek
o'ltiradigan, shunday o'yin o'ynash orqali lazzat oladi. Bu bir tarafi. Chunki u inson dunyoda lazzat olishni o'yildimi, hamma ishni qiladi. Bu yerga qanday kishilar qanday kishilar desa, dal iqtisod tufayli, pul tufayli nima ish qilsam mayli men pulga erishay deb vosita olmaydigan kishilar. Shunga baylar nima ish qiladi desanglar, bu yerga 40 million dollarlik pulni isib qo'ydi. Bu pulni elish uchun chuqur shu yerda qatnashgan 100 dan ortiq odam xilma-xil o'yinlarni o'ynaydi. Bu o'yin atrofida chuqur birisi o'ltamasa, o pulga erishamaydi. Qanday qiladi? 100 dan ortiq inson birisi o'ltirish orqali bu pulga erishadi. Demak, bu insonning naqadar vahshiyligini pulga erishish uchun, bu dunyoda lazzat olish uchun naqadar vahshiylashib ketganligini o'tirga chiqib bergan bir film. Shuning uchun nihoyatda ko'p rekord yaratgan. Eng ejinish tarafi nima desanglar, o'yinni tashkillaydiganlarning nomeri mush filmda chiqadi ekan. Ya'ni bu o'yinni qatnashadiganlar falon nomerga telefon qilinglar dedi. Shu filmdan keyin nurg'ulg'an kishilar kinoda chiqqan nomerga telefon qilgan. Biz shu o'yin qatnashaylik. Ya'ni boshqalarni o'ltirsakmi o'ltirib, yo'q qilsakmi yo'q qilib, ana shunday pulga erishadigan ish bo'lsa, biz qatnashaylik dedi. Demak, inson huzurni faqat pul bilan o'ylaydi ekan, bu insonni inson qalbidan chiqaradi. Ya'ni kelib, zodi biz pulga erishsak baxtli bo'la olamiz. Zodi qalbimizga u bo'shliq to'lamdi. Biz buni jamiyat qarab baqadigan bo'lsak, nurg'un buning misolini ko'ra olamiz. Masalan, hammamizga tunishib bo'lgan Jobs, dunyoda eng ko'p pul topgan odamning birisi, dunyodagi boylarning birisi shunday-ku. Nafas uzish oldida degan bir gap bor odamningki. Men kishilar erishishni xohlaydigan eng yuqori nuqtaga yetdim. Kishilar menga havas qiladigan, muvaffaqiyat qozonishning namunasiga aylandim. Men hozir shuhrat, pul, boylik jihatda eng yuqori nuqtada. Lekin buncha erishganlarimga solishtirganda hayotdagi xushalliqim oz. Ammo men hozir o'limga yaqinlashgan mushu minutlarda pul, shuhratning hech bir ma'nisiz ekanligini his qilyapman deydi. Ya'ni shuncha mol dunyoga erishsimi, oldimizda o'limdan iborat bir haqiqat bor. Qancha boylik erishgan sira taxi Allohga ishonmaydigan, oxirat dunyosiga ishonmaydigan odamlar shuncha qo'rqadi. Mana bu biz havas qiladigan jobisniki bizga yoshlar, ey yoshlar, menga havas qilasizlar. Topsanglar menchak pul topasizlar, erishsanglar menchak mansab erishasizlar. Lekin men huzur topolmadim. Undan boshqa hammamiz bildigan Ford mashin shirkatining qurg'uvchisi Henry Fordningki o'g'li Edison Ford o'zini o'ltirib olgan. Bu o'zini o'ltirib olgan vaqtda menda xat qoldirib qo'ygan dadasiga. Dada, erishmagan hech narsam qolmadi. Menga hamma narsalarni burunla tayaqib qo'yibdi ekansan. Men hech qanday jafo topmadim, lekin men xushalliq topolmay tugashdi. Men ketdim. iqtisodda eng yuqori chekayotgan bir odamningki o'g'lining degan gapi. Undan boshqa bakjiq, masalan Kristina Onassis, Robin Williams o'xshash milliarderlar hayotdan xushalliq topolmay o'zini o'ltirib olgan. Shundaqla Amerikadagi adabiyot otasi deb atalgan Ernest Miller. Bu odamning kitobi hozir Amerikadagi adabiyot shaklida dars qilinadi. Bu odam Nobel mukofotiga erishgan. Bu odam ana shunday yuqori shuhratga, yuqori iqtisodga erishgan bo'lsa-mu, oxirida o'zini o'miltiq bilan etib o'ltirib olgan. Ayoli buning keyin o'ltirish sababini shuncha yuqori mansabga erishsa-mu, kishilar havas qilgan Nobel mukofotiga erishsa-mu, shuncha iqtisodga erishsa-mu, lekin hayotdan bir xil ma'no topolmaganligini, xushalliq topolmaganligini aytgan. Nima uchun? Biz havas qilgan, o'sha yerda hammamiz pul topsam xo'shildim, o'sha narsani olsam xo'shildim degan narsalarga erishgan kishilar nima uchun xushalliq topolmaydi? Biz havas qilgan narsalarga erishib turibmi? Chunki inson nima uchun yaratilgan bo'lsa, shuning uchun harakat qilmasa, xushalliq topolmaydi. Xuddi dizel mashinaga benzin qo'ysak, ma'namdi, ma'nmaydi. Demak, inson aslida nima uchun yaratildi? Alloh buyurgandek yashash uchun. Shundaqmi? Unda bo'lgan ekan, inson qarindoshlik bilan, buyuk g'oya uchun qurbonlik berish bilan, boshqalarga yordam qilish bilan bu narsalar orqali haqiqiy xushalliq topa oladi. Shunga Alloh taolo Qur'on Karimda deydi: "Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub." Diqqat! Allohning ko'rsatmasi bilan, Allohning zikri bilan, Qur'on bilan qalbingga orom topadi deydi. Xushalliqni, huzurni boshqa yerdan izlamanglar. Umidsizlanib qolasizlar deydi. Payg'ambar alayhissalomningki yana bir hadisi bor. Ta'isa abdud dinar va abdud dirham. Pulni, mol dunyoni xushalliqning manbasi qilib olgan. Hayotidagi birinchi o'ringa qo'yib olganlar baxtsiz bo'ladi deydi Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom. Nimishqa baxtsiz bo'ldi? Uning sababini bayon qilib qo'ydi. In u'tiya radiya. Agar u inson shu orzu qilgan pulga erishsa, rozi bo'ladi va illam yu'ta sahid. Agar shu orzu qilgan pulga erishmasa, qalbida bir isyon tug'ilib qoladi deydi. Ya'ni sizlar yoshlar bir boyga havas qilasizlar, bir cho'lponlarga havas qilasizlar, Instagramda ko'rsizlar, shulardek bo'lishni orzu qilasizlar. Orzu qilib, agar shu turishga erishmasanglar, ichinglarda bir isyon tug'ilib qoladi. Ta'isa va takasa deydi. Bu odam baxtsiz bo'ladi va tushkulishib ketadi deydi. Amaliyotda qarab baqadigan bo'lsak, hozir yoshlarning ko'pinchisi hayotdan zerikish bor. Hatto ba'zi bolalarda o'lib olishni o'ylab qolgan bolalarmi bor. Bu nima uchun? Davomli ana shu tordagi mashhurlarga havas qilib, davomli ashunda hayot yashasam, ashunda qiyaga yashasam deb, lekin u hayotga yetemay, qattiq tushkunlikka petib, bunda yashag'icha yashamay deb hayotdan zerikib ketgan nurg'ulg'an yoshlar. Amaliyotda bu yoshlar xushalliqni, lazzatni xatoyatni izlagan. Bizning qalbimizga Alloh taolo yaratgan vaqtida o'zining degani bo'yicha yashsak lazzat oladigan, boshqalarga yordam berish bilan, qurbonlik bilan yashsak xushal bo'ladigan mana shunday xususiyatlar yaratgan. Agar biz undan yuz o'rib xushalliqni, ko'nglimizdagi huzur, lazzatni boshqa yerdan izlasak, vallahi biz xushallik topolmaymiz. Dunyoda
dünyada nurg'un kishilar topolmagandek. Masalan, qarab boqadigan bo'lsak, dunyoda o'zini o'ldirilish nisbati qaysi davlatda yuqori? Litvaniyada, birinchi dunyo bo'yicha. Litvaniya nerede? Yevropa ittifoqida. Nima uchun Misrda emas, nima uchun Yamanda emas, nima uchun urushayotgan Suriyada emas, nima uchun kambag'al davlatlarda emas? Ular shunchalik turmushga yetgan bo'lsa-mu, qalbi xushalik topolmaydi. Hayotdan zerikadi. Bu tufayli ana shunda kambag'al davlatlarda emas, paravan davlatlarda o'zini o'ltirish nisbati yuqori. Chunki ular xushallikni, huzurni to'g'ri yerda izlamagan. Shunga esimiz bo'lish kerakki, yoshlar bizga dunyoda nurg'unlig'lar chiroyli ko'rsatiladi. Alloh taolo Qur'on Karimda deb qo'ydi: "Zuyina lin-nasi hubbu shahawati minan-nisa'i wal-banina wal-qanatiril muqantara." İnsanlarga, yoshlarga dunyoda ayollar chiroyli ko'rsatildi. Qizlar chiroyli ko'rindi ko'zinglarga. Wal-banin, bolalar chiroyli ko'rindi ko'zimizga. Oltin, kumush, wal-khaylil musawwama, markali uloq deydi Alloh taolo Qur'on Karimda. Ya'ni markali mashinalar. Shunda hozir jamiyatimizda har ilg'or mashinalar bizga o'z ko'rsatiladi. Wal-an'am wal-hars, kengir ketgan etizlar, chorvalar, mushundaq dunyoda mushunda narsalar insonga go'zal ko'rsatildi. Zalika mata'ul hayatid dunya. O dunyodagi sizlarning vaqtlik foydalagan narsalar. Ya'ni mol dunyo olsun, mashina olsun, insonlarda olsun, o'xshallik manbainglar, lazzat manbainglar emas, o sizlarning vaqtlik foydalagan narsalar. Vallohu indahu husnul ma'ab. Haqiqiy, baqiy, mangu qiladigan sizlarning qalbinglar haqiqiy huzur oladigan narsa bo'lsa, Allohning qishda. Shuning uchun xushallikni boshqa yerdan izlamanglar. To'g'ri, iqtisod pul nihoyat muhim. Pul olsa uy og'ili bo'ladi, lekin pulga illiq oila setib olmaydi. Agar pulga illiq oila setib olib bo'lsa-da, Bill Gatesga o'xshash Microsoftning qurg'uvchilari oilasini vayron qilib baxtsiz bo'lmas edi. Amazonning qurg'uvchisiga o'xshash kishilar oilasini vayron qilmas edi. Pul nihoyat muhim. Uningga kitob setib oldi, shundaqmi? Ammo bilim ma'rifat setib olmaydi. Pul nihoyat muhim. Kasallab qolsak dori oldi, lekin shifoliq setib olib bo'lmaydi. Pul nihoyat muhim. Uningga karvat setib oldi, lekin shirin uyquni setib olmaydi. Qur'on setib oldi, hidayat setib olmaydi. Iqtisod Qur'on Karimda hayotlikning asosiy deb sifatlanadi. Lekin bizning lazzat, xushallik manbaimiz emas. Biz foydalanadigan narsa. Lekin sizlar yoshlar, zodi pul topsam g'am tugatdi, zodi pul topsam qilg'in ba ishni qilsam, men xushallikdan desanglar, umidsizlik qolasiz. Agar sizlar ana shundoq boylar bo'lsangiz, qilg'in ishni qilib baqsizlar, vaqtli xushalsizlar, vaqt o'tadi, xushallik yana ketadi. Oxirida shunda bo'lishi mumkin. Ammo shunda umid qilib turib, ya'ni iqtisoddan, puldan huzur, lazzatni umid qilib turib, agar sizlar u turmushga erishmasanglar, eng xatarligi o'zingizlarda Rasululloh degandek ta'isa va takasa. Tushkunlashib ketisizlar. Hayotdan zerikisizlar. Shu isimizni bo'lish kerakki, biz hedonizm emas, hayotning ma'nosini mushu hayotda xushallik erishlar demaymiz. Bizning yaratilish sababimiz Alloh taologa qulchilik qilish, o'zaro birisi bilan qarindosh bo'lish, yordam qilish. Biz xushallikni ana shunday topamiz. Allohga qulchilik qilish bilan xushallik topamiz, huzur topamiz. Agar biz buning sirtini xushallik izlasak, ta'isa va takasa, tushkunlashib ketamiz. Shunga deydi. Dünya derdi olganınki, derdi dünya kabi olur. Biz özümüzün yaratılış gayemizin nemi ekanligi, şunun qarab harakat qilishimiz kerak. Şunu yosh bolalar, o'smir bolalar o'zinglarning yashada, sizlarning vazifangizni nima? O'qish. Hammamiz o'zimizning qildigan ishni qilishimiz kerak. Hozir qishim pul topay desanglar, ishlaydigan yagam olmaydi. Orzu qilgan o xiyoliy turmushga erishaolmaysizlar, tushkunlashib ketisizlar, ya o'qishdan foydalanmaysizlar, ya orzu qilgan o hayotga erishaolmaysizlar. Shunda qilib ta'isa, Rasululloh degandek baxtsiz bo'lib ketamiz. Alloh taolo hammamizni o'ziga haqiqiy shaklda qul bo'lib yashashni nasib qilsin. Bizni o'zimizning havoy havisiga qullab emas, haqiqiy hur, ya'ni Alloh qilan qul bo'lgan, havoy havisiga qul bo'lmagan, bu shundaq yoshlarning qatoridan qilsin. Va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.